Uyghur irqiy qirg'inchiligining boshlanishidagi zo'r tutqunning qandaq o'rnanishi hamda buningga qandaq omillarning sabab bo'lganligi yanada to'liq yo'ritilmay kelayotgan bir tema bo'layotgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti e'lon qilgan bu vaqtdagi maxsus dokladda Xitoy hukumati ta'kidlayotgan terrorlik va zo'ravonlikning nimani ko'rsatilganligi yana bir qatim namoyon bo'ldi. Ularning tekshirish guruhi Sharq Turkistondagi saqchi doiralari terrorlikqa chetishlik deb mavzu qo'ygan 50 mingdan ortiq yanpon hujjatini bir-birlab tekshirib chiqqan bo'lib, ularning hammasi Xitoy hukumati yuqori fan texnikaning yordamida ijro qilayotgan g'oyat zo'r nazorat mexanizmining oxirgi xulosasi shaklida to'plangan uchurlar hisoblanadi. Xitoy ayni vaqtda bir appni yanponlarga majburiy tushirgan bo'lib, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Maya Wang Xitoyning buncha ko'p kishilarni lagerga qamab bo'lishida bu appning muhim rol o'ynaganligi haqida to'xtalib, biz bu qitimliq tadqiqotda shu applarning zodi qanday rol o'ynaganligiga alohida diqqat qildik degan. Uyghur irqiy qirg'inchilik qonunining tashabbuschilaridan bo'lgan Kanadalik parlament a'zosi Michael Chong Xitoy doiralarining uning oilasiga tahdid solganligini oshkorladi. Kanada parlament a'zosi Chong hukumat amaldorlarini Xitoyning oilasiga parokandachilik solganligiga ko'z yumdi deb ayblagan. Shuning bilan bir vaqtda Beijingning Kanadaning ichki siyosatiga aralashmoqchi bo'lganligi to'g'risida oshkora tekshirish elib berish uchun bosh ministr Johnson Trudeauga besim ishlatishga chaqirgan. Amerikadagi bir bexatarlik va nazoratchilik kasbiy tadqiqot guruhi 5-oyning 2 kuni axborot e'lon qilib, Shanxay soqchilarining bu shaharga kelgan Uyg'urlar va Sharq Turkistonga borgan chet el muxbirlarini ta'qib nazorat ostiga olganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Shanxay shahridagi soqchi idorasi har soatdagi yot g'ayri odamlarni suzib chiqadigan 26 xil modelni sonliq ma'lumot omboriga kirgizayotgan bo'lib, uning birisi alohida xodimlarni ko'rsatib berish modeli ekan. Uyg'ur rayoniga boradigan aeroplan yoki poyezdning biletini zakaz qilgan chet el muxbirlarga avtomatik belgi urib qo'ydi ekan. Amerika Kengash palatasida dunyo uchur urushi doirasida Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlar bilan qanday raqobatlashish masalasi muzokara qilindi. Tarmoq komitetining raisi Bin Kardin yig'inda Xitoyning parxo'rlik badiliga xalqaro axborot vositalari bilan ittifoq tuzganligini o'tirg'a qo'ydi. Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning boshlig'i Christopher Wray oldingi hafta bir parlament komitetiga mundaq dedi. Bizning harbiy to'r mutaxassisimizga qarshi Xitoyda 50 xalq kirba. Christopher Wray, Avam palatasi pul muomala komiteti, Soda, Adliya, ilm-fan va munosabatlik organlar tarmoq komiteti yig'inida idoraning taqobil turmoqchi bo'lgan tahdidini bayon qilib, qamchi talabini tushuntirgan. Shimoliy Atlantik akti tashkiloti Hind Tinch okean rayoni bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish uchun Yaponiyada ish bajarish o'rni ochdi ekan. Yaponiyaning Nikkei Asia gazetining xabar qilishicha, Shimoliy Atlantik akti tashkiloti Tokioda aloqalash ishxonasi ichish orqali Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq sheriklar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirdi ekan. Bu NATO va uning sheriklarining Xitoy Tinch okean rayonida paydo bo'layotgan tahdid va raqobatga taqobil turishiga fursat yaratdi ekan. Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida ittifoqdoshlik munosabati xitobnomasi imzolandi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ostonada rasmiy ziyoratda bo'lgan Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonni murosim bilan kutib oldi. Murosimdan keyin ikki rahbar suhbat o'tkazdi va imzo qo'yish murosimiga qatnashdi.